Mening ismim Li. Men talabaman. Siz ilgari Iso ham musulmon ekanligini aytdingiz, chunki u Xudoning irodasiga bo'ysunadi. Va bu spirtli ichimliklarni iste'mol qilganiga va kuniga 5 marta ibodat qilmaganiga qaramay. U qilgan yagona narsa Xudoning irodasiga bo'ysunish edi. Ushbu mantiqni hisobga olgan holda, bu dunyodagi har qanday odam, xoh nasroniy bo'lsin, xoh yahudi bo'lsin, Xudoning irodasiga bo'ysunishga rozi bo'lsa, aslida musulmon deb aytish mumkin. Birodar, agar men savolingizni to'g'ri tushungan bo'lsam, har bir inson xoh nasroniy, xoh yahudi bo'lsin, u o'z irodasini Xudoga bo'ysundirsa, musulmon bo'ladi demoqchimisiz? Ha, Iso haqida aytganingizdek, siz Iso shu sababli musulmon ekanligini aytdingiz. Birodar, men siz bilan to'liq roziman. O'z irodasini qudratli Xudoga bo'ysundiradigan odam arab tilida musulmon deb aytiladi. Lekin avval siz Xudo sizga buyurgan narsani tushunishingiz kerak. Siz o'z irodangizni Xudoga bo'ysundirib, boshqa narsaga ergashsangiz, yoki Xudoning kalomiga asoslanmagan ta'limotga amal qilayotgan bo'lsangiz, va agar bu Xudoning kalomi bo'lmasa, demak siz haqiqiy musulmon emassiz. Chunki biz avval Xudo bizga nima buyurganini aniqlashimiz kerak. Va agar biz turli xil dunyo dinlarining barcha oyatlarini qiyosiy o'rgansak, agar siz ilmiy yoki mantiqiy yondashuvdan foydalansangiz, siz ushbu sinovdan o'tgan bu kitobni yagona muqaddas bitik oxirgi va yakuniy ahd ekanligini bilib olasiz. Agar eski ahd va yangi ahdga o'xshash narsa bo'ladigan bo'lsa, unda Qur'oni Karim oxirgi ahd hisoblanadi. Shunday qilib, agar siz haqiqatdan ham sizning irodangiz Xudoga bo'ysunishini istasangiz, avval siz haqiqiy Xudo kimligini va u sizga nima buyurishini tushunishingiz kerak. Va shundan keyingina siz o'z irodangizni bo'ysundirishingiz mumkin. Va keyin haqiqiy musulmon bu qudratli Xudoning amrlariga amal qiladigan odam deb aytaman. Iso Xudoning payg'ambari edi. U yaratguvchi bilan bevosita aloqada bo'lgan va har doim uning irodasiga muvofiq harakat qilgan. Shuning uchun bugungi kunda agar nasroniy deb hisoblasak, bu bizning bugungi ma'ruzamizning mavzusi. Aytaylik, siz muqaddas Injil kitobini Xudoning kalomi deb aytasiz. Va men Qur'oni Karimni Xudoning kalomi deb aytaman. Shuning uchun, keling, umumiy bo'lgan narsalarga rioya qilishga rozi bo'laylik va hozircha bularning farqlarini chetga surib qo'yaylik. Sizning muqaddas Bibliyangiz bitta Xudoga ishonishingiz kerakligini aytadi. Shunday qilib, agar siz uchbirlikka ishonsangiz, Injilga qarshi chiqasiz. Bilasizmi, uchbirlik so'zi Injilda mavjud emas, u faqat Qur'oni Karimda mavjud. Qur'oni Karimning Anisa surasining 4-bobining 171-oyatida uchbirlik demang deyilgan. Shunday qilib, agar siz uchbirlikka ishonsangiz, muqaddas Injil kitobiga qarshi chiqqan bo'lasiz. Shuningdek, muqaddas Injil kitobida aytilishicha, siz butlarga sig'inmasligingiz kerak va muqaddas Injil kitobida aytilishicha, siz oxirgi va so'nggi payg'ambarga ishonishingiz kerak. Iso Yuhanna xushxabarining 16-bob 12 va 14-oyatlarda shunday deb aytgan: "Men sizlarga aytmoqchi bo'lgan yana ko'p narsalarim bor, lekin siz hozir uni o'zingizga sig'dira olmaysiz." Haqiqat ruhi kelganda, u sizni haqiqat yo'liga boshlaydi. U o'zidan gapirmaydi, balki eshitganini gapiradi. U meni ulug'laydi, chunki u menga tegishli bo'lgan barcha narsalarni sizlarga ochib beradi. Shuning uchun, agar siz muqaddas Injil kitobining haqiqiy izdoshi bo'lsangiz, oxirgi va so'nggi payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi va sallamga amal qilishingiz kerak. Bu shuni anglatadiki, siz Qur'oni Karimga va payg'ambarning so'zlariga amal qilishingiz kerak. Agar siz ushbu ta'limotlarga rioya qilsangiz, unda siz musulmon bo'lasiz. Shuning uchun bugun biz bu ma'ruzamizni umumiy prinsiplarga e'tibor qaratamiz va farqlari haqida keyinroq gaplashamiz. Yuqorida aytib o'tganimdek, muqaddas kitobda juda ko'p qarama-qarshiliklar mavjud, ammo men hozir ular haqida gaplashmoqchi emasman. AQShda William Kimbell ismli bir kishi Qur'oni Karimda 30 ta ilmiy xato borligi haqida kitob yozgan. Men u bilan g'oyalarni muhokama qilish uchun Chikagoga bordim. Uchrashuvimiz davomida men uning barcha noto'g'ri tushunchalariga oydinlik kiritdim. Biroq men unga Injildagi 38 ta ilmiy xatolarni ko'rsatganimda, u ularning hech biriga javob bera olmadi. Shuning uchun men bu xatolar uchun javobgarlikni qudratli Xudoga yuklay olmayman. Avval qaysi kitob Xudoning haqiqiy so'zi ekanligini aniqlab, keyin unga amal qilishim kerak. Muqaddas Injil kitobini Xudoning kalomi ekanligini tan olsam ham, men oxirgi va so'nggi payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallamga ergashaman. Keling, ikkala kitobda qanday umumiylik borligini aniqlaylik va hech bo'lmaganda bugungi kunda umumiy ta'riflarga erishish uchun buni amalga oshirishga harakat qilaylik. Umid qilamanki, men sizning savollaringizga javob berdim.